uylarni ijara Shaka. Ey. Bugun shunaqangi bir ishni qoyilmaqom qildimki, eshitdingmi? Bunaqangisi bo'lgan emas. Ulpanlarimchi, o'g'illagan pulingni halol qilib egasini rozi qilib ololmaysan deb qolishdi. Garov bog'lashdik sekin, qo'yavozar, kirsam bir so'tak kosb yigit yurgan ekan. Shil tutib uni hamyonini oldimda, ichidagi pulini sanab ko'rib, yoniga 2 tanga bilan mana u kumushizga qo'shib hamyonni qaytadan cho'ntagiga joylab qo'ydim. Keyin "Voydod, musulmonlar, pulimni o'g'irlatib qo'ydim" deb hali yigitga shartta yopishdim. Bizni sekin oqsoqolni oldiga borishdi. Oqsoqol meni shishi davoyimi, uni raddini tinglab ko'rdi-da, keyin qarabsanki yigit qip-qizil kisavurga chiqib qamaldi, pul bilan o'zi menga tegdi. Yarim so'm cho'talay ketdi. Keyin yigit bechoraga rahmim kelib, bir so'm pora berib qutqarib oldi. Voy, yigit sho'rlik o'zida yo'q xursand. Voy, yaxshilik unutmayman deydi.